Gisteroskopiya amaliyoti bu bachadon bo'shlig'ini maxsus gisteroskop apparati yordamida kirib, muammolar bo'lsa, ularni olib tashlash amaliyoti hisoblanadi. Biz odatda homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollarimiz ofisni gisteroskopni qo'llaymiz. Biz gisteroskop apparati yordamida bu muammolarni bartaraf qilib chiqamiz. Chunki bular homilador bo'lishga to'sqinlik qiluvchi sabablar hisoblanadi. Masalan, kesilvadan keyingi iplar spiral vazifasini bajaradi yoki poliplar ham bachadon bo'shlig'ida spiral vazifasini bajaradi. Yoki endometriya agar giperplaziya bo'lgan bo'lsa, embrion ekilganda embrion ushlamasligi mumkin. Shuning uchun biz gisteroskopiya amaliyotini bajaramiz. Amaliyot 30-40 minut davom etadi va ayolimizga o'sha kunni o'zidayoq uyga ruxsat beramiz. Narkoz berilmaydi, og'riqsiz amaliyot hisoblanadi.